Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz mehmonlari. Bahor oyida teplitsa hamda dehqonchilik sezoni boshlanadi. Lekin mana bu yilgi holatda ko'pchilik dehqonlarimiz birdaniga qor yog'ib yuborganligi uchun tayyor holatda bo'lisha olmadi va aziyat chekib qolishdi. Ana endi o'sha bo'shab qolgan teplitsasida qanaqadir daromad qilib, zararni qoplamoqchi bo'lganlar uchun sizlarga uy sharoitida jaydara dehqoncha biznesni tanishtirib o'tamiz. Oddiy mana shu shablonimiz ham atiga 400 ming atrofida tayyor bo'lgan ekan. Lekin bu shablon orqali yaratilgan uskunalar bilan siz kuniga $50 va oyiga $1,5 ming daromad qilsangiz bo'ladi. Bu qanday biznes, qanday ishlab chiqarish uka deganlar bo'lsa, videoga bitta like bosib kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga ipidan ignasigacha tanishtirib o'tamiz. Qani unda boshladik. Azizlar, biz hozir O'zbekiston bo'ylab barcha turdagi gazoblok, poliestroblok hamda penoblok uskunalarini katta miqdorda yetkazib berayotgan akalarning uyiga kelganmiz. Mana bu yerda barcha turdagi uskunalarni O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovka qilib berishadi. Daromadi yaxshi bo'lganligi sababli oldingi videolarda ko'rsatib o'tganmiz. Akalarimiz 4 ta 5 talab qolip boshida sotib olishgan va yil o'tgandan keyin qolip sexlarini kattaytirib, mana bunday avtomat reskalarni o'rnatgan jarayonlarni ko'rsatib o'tganmiz. Albatta kuzatib turinglar, usta akamizdan to'liq ma'lumotini olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Usta aka, charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Usta aka, endi qisqacha ma'lumot bersangiz, bu bizneslarni qancha bilan boshlasa bo'ladi va realniy qancha daromad qilsa bo'ladi? Avvalo eng arzonidan boshlaylik. Xo'p, eng arzoniga keladigan bo'lsa hozir $1,500 dan ikkita qolipi bilan bitta odam olib turib quyadigan darajada hamma yo'q bo'ladi ichida. Mishalga suv boshqalari, ikkita qolipi bo'ladi. Bitta odam olib bir kunda 48 dona g'isht chiqaradigan holatda yetkazib olib beriladi. Bitta qolipdan kuniga 2 oborot 12 tadan 2 oborotda 48 ta g'isht chiqadi aka. Xo'p, hozir yana ham boshqacha qoliplarni ham yasaganmiz. 6 talik ichiga list tushadigan qoliplarni biz kattartirib 12 talik qilib ichiga list tushadi. Reska peska kerak emas, avtomat reska, ruchnoy reskalar quyib qo'yiladi. Bir kun qolib ketadimi, 1,5 kun qolib ketadimi, listlardan yechib olsa yana 20, 30, 60 razmerda chiqib kelaveradi aka. Unda poliestroblok ham, penoblok ham, gazoblok ham qo'ysa bo'laveradi aka. U tanlamaydi aka. Yaxshi. Bunisi qilib. Endi bu ishxonamiz, barday bo'lganiga nima qilmaysizlar? Albatta bu yerda uskunalar yasaladi, o'zingizlar to'g'ri tushunasizlar degan umidamiz. Aka, ko'pchiligiga hisob kitobi muhim. Bu endi gazoblokda tayyor holat. Bu tayyor holati. Endi bunga biz ustiga paddon qo'yganmiz, avtomatikni tayyor qo'yamiz. Garini ushlab turish uchun yedirilib ketgan. Bu rabochiy. Rabochiy qilib o'zimizga qilib olganmiz. Bu nimada? Kesilgan, ruchnoy variantda kesilgan g'isht bo'ladi aka bu. Avtomat eskaniki tugab qolibdi. Mana avtomat eskaniki mana bu tomondagi. Xullas hamma tomoni qorin bermay yaxshi zo'r kesadi. Bu tomonlar ashi paddon qo'yilganda urib qirilgan ekan. Lekin bu avtomat reskada kesilgan g'isht bilan qo'lda ruchnoy kesilgan g'isht bilan farqi bo'ladi ozgina aka. Aka, hisob kitob qilsak, shu bitta g'ishtimiz rasxodi necha pulga aylanyapti-yu, sotadigan bo'lsak, foydasi necha pulga aylanyapti? Bizga quyayotgan odamlar aytgan, 11, 12, 13 holatiga qarab aylanib qoladi deb aytishgandi bizga. Tayyor bo'lishi. Tayyor bo'lishi har xil holatda, endi bir xil stabil emas u. 11 ming tayyorli, 12 ming bo'lib qolishi mumkin. To'yk, suv ularni hisobini olib aytishgan bizga. Sotilishi qanaqa bo'ladi? 20 gacha patolog. Joyiga qarab 20 mingga sotiladi aka. Boring 16 ming, 17 ming degan taqdirimizda ham bu yoqdan 13 ga tayyor bo'lsa, qancha qolyapti? 4 ming so'm. 4 ming so'm. O aka bizga ishlatar ekan, ishlatishlari bilan aytganda hisoblaganda bizga. Agar ishchi ishlatmaydigan bo'lsa, o'ziga 6 minggacha, 7 minggacha foyda qilsa bo'ladi. Normal foyda qilsa bo'ladi, o'zi ishlasangiz. O'zi ishlasa. Gap yo'q. U degani bir kunda nechta chiqaradi dedingiz bitta odam? Bitta qolipdan 24 ta g'isht oladi bir kunda. 10 ta qolipdan 240 ta, 240 ta bo'ladimi 10 ta qolipdan? Shunday 10 tadan 240. 10 tadan 240 ta 2 oborotdan. 240 ta g'isht oladi aka. Bitta odam ya'ni. Bitta odam oladi. Hozir bu qoliplarimiz hamma tomoni yig'iladi, ichiga list tushmaydigan variantdagi qoliplardagi hozir. Hozirgi sharoitda yana ichi kunlar isib qolgandan keyin 2 oborot olsa bo'ladi bulardan ham. Kechgacha qadab ishlab, men aytgan variantdagi ichiga list tushadigan
holatdagini olib turib ertaman quyasiz aka. Obeddan keyingi g'ishtlarni olib tayyor qilasiz. Kechki payt yana obeddan keyin quyib qo'yasiz-da. Damingizni olib turib ertaman chiqib ham olib qo'yasiz g'ishtlarni. Kechki payt 4 soatdan keyin turib kesib qo'yishim kerak. Xavotirda qatib qolsa degan narsalar bo'lmaydi aka. O'sha tomonlari foyda. Kimdir bundan olyapti aka. Kimdir undan olyapti. Yaxshi. Xo'p, akalar mana qisqacha hisob kitobini ko'rsatdik. Ya'ni aytib o'tdik, o'zingizlar plyus minusini chiqarib olsanglar bo'ladi. Xomashyo masalasi qanaqa bo'ladi? Xomashyo problema emas aka. Bayda ham shu o'zimizni uychidan ham chorta yo'llarda ham haydadi. Tochka bitta tochkalar bor. Olib kelishadi. Toshkentda ham bor, Andijonda ham bor aka. Seriyalarning hammasi u tanqis bo'lib qolmaydi aka. Shu qum ham u hozir O'zbekistonda qum sementdan tanqisli joyi yo'q aka. Demak, unaqa defitsit emas. Yo'q. Bu joydan topsa bo'ladi. Bu uchun topsa bo'ladi aka. Xo'p, endi aka aytaylik eng arzoni 1,5 ming dollardan deb aytib o'tilyapti. Misol kattaroq sex qilaman desa, nech pul atrofida ketadi puli? Misol normal aytaylik oyiga 1,5 ming dollar daromadni tushuntirib o'tdik o'rtacha. Tushuntirib o'tdik aka. Ya'ni plyus minusida. Aytaylik, uka 10 ming dollar daromad qilmoqchiman. Shuni realniy menga hisobini chiqaring. Nech pul rasvod qilaman va nech pul xomashyoga pul tikaman desa, nech pul atrofida rasvod qilish kerak? Shu bir 10 mingcha oshiqroq pul bilan shu bir 20 ta qolipini olib turib, shu avtomat reskalar bilan shu liniya qilib boshlab olsa bo'ladi aka ishni. Siz aytgandaqa gaplashganimizdaqa summa kelib chiqadi o'shanda. G'ishtlardan kesilib bitta 10 ta qolipingizdan 240 ta bo'lsa, 20 tadan 480 ta bo'ladi. Shunaqa qilib ko'payib bu g'ishtda shtugi donasi puli. Qancha ko'p ob'yemda g'isht kesib chiqarsangiz, o'shancha pul bo'ladi sotilsa aka. Buni bitta yasab qo'yib, bitta quyib qo'yib, u pul ko'paymaydi aka. Bir boshlaganda ko'proq qolib olib boshlansa, hammasi yaxshi bo'ladi aka. Ustaka, endi to'g'risi oldin videolarda ko'ryapman, balki menga shunaqa tuyulayotgandir. Yaxshi ketyaptiki, odamlar sexini kengaytirib boryapti. Balki men bilmagan jihatlari ham bordir. Kimdir sex ochib turib, yurgiz olmay to'xtab qolgan holatlar bo'lganmi? Har xil odamlar, misol telefon ham qildi bitta ikkita uchtasi. Oldik, ishi og'ir ekan dedi. Endi bitta odamning o'zi ekan. Ishi og'ir, dadam kattaroq yoshlarda, eplolmay qoldik. Biz boshqa ish qilardik. Xullas sotish kerak. Bizdan olmagan, boshqalardan olganlar endi u xullas u ishga yaxshi qiziqmasdan kirib, xullas eplolmabdi aka. O'zi tayyor bo'lmagan bu ishga. Tayyor bo'lmasdan tavakkal boshlab ko'rgan. Tavakkal boshlab olgan. O'xshamay qolgan. O'xshaganlar qiziqib bosaman deb, sotaman deb ishni qilayotganlar aka hozir bosib yotibdi. 10 tani 20 ta qilib, 20 tani 40 ta qilib. Bunaqalarni ham ko'rdik. Mana kuzatuvchilarimiz ham biladi, videolarini qo'yib boryapmiz. Agarda misol sizlarga ham kerak bo'lsa, mana bemalol ustakalarning nomeri ekranda. Telefon qilsanglar, Attido hisob kitobini chiqarib beradi. Sizlar buni olib boshlashinglardan oldin hisob kitob qilib beradi. Agar ko'zinglar yetsa, bemalol boshlasanglar bo'ladi. Doimo xizmatda yoninglarda bo'ladi akalar. So'roq savoli bo'lsa. Endi misol hozir aka gapingizni bo'ldim, mana shu narxlarda ozgina adashmovchilik bo'lgan bo'lishi mumkin reklamada. Siz aytgandek telefon qilsa, xotirjam batafsil ma'lumot beriladi aka. Endi hozir hamma charchab turgan holatda to'g'ri tushunasizlar akalar. Xato aytib qo'yish ham mumkin-da ozgina. Endi bir qator tanishtirib bersangiz, misol zakaz bergan odamga nima-nimalar boradi? Xo'p, zakaz bergan odamga misol shu kichkinadan boshlaylik aka. 1,5 ming dollardan boshlasak, mana shu paddoni bo'ladi aka mana shu. 8 ga 4 do'ramiz, ko'rsatmaymiz stenasini va ish jarayonida bo'ladi. Vaqtida mana 8 ga 4 stena, 2 stenali bo'ladi. Profil 8 ga 4, stena 2. Buninglar 5 ta qo'yiladi. Mana shu paddoni bo'ladi aka. Bu tomonda yonboshlari bor. Mana shunaqa qolipdan 2 dona bo'ladi. Bitta misharkasi bo'ladi. 1 tonnalik suv bachogi bo'ladi. Kraskalanmagan holatda, o'sha. Keyin shu yonboshida turibdi, mana shu shablon bochkasi bo'ladi aka. Bu ham pastchara tayyorlanmagan. Keyin shablon reska turibdi, o'sha tomonda. Buni ko'rsatsa ham bo'ladi, ko'rsatib qo'ying. 1 dona shablon reskamiz bo'ladi mana. 1 dona arrasi bo'ladi aka. Rushnoy? Rushnoy arra. Mana shu bitta komplektniki bo'ladi aka. Nech pulga aylanyapti? 1,5 ming dollar. 1,5 ga tayyor bo'lyapti. 6 ta 7 ta narsasi bor. O'shanga qarab, misol bitta komplekt ichida narsa, shu quyadigan bitta g'ishtni quyib chiqarib beradigan hamma yo'q bo'ladi. O'shanga qarab, misol
10 ta qolip qilaman, 20 ta qolip qilaman deganga shu qolipini hisoblab qo'shib berib, ko'paytirib, yo avtomatreska bo'lsa uni hisoblab qo'shib ketaveradi narxiga aka. Yaxshi. Bu yoqda mishalka bor ekan. Mana bu narsani tushuntiraylik. Nima edi bu? Bu hozir lenta aka. Ya'ni ishchilarga qiyin bo'lmasin, osonroq bo'lsin deb mana shu mishalkaga qumini, sementini chiqarib berib otib beradi. Normada solib beradi. Misol odam solmaydi aka. O'zi zinasidan chiqib, o'sha odam seriyalarni solib qo'yadi. Alyuminiy pudra, ko'k sodadan solib qo'yadi. Bo'ldi, bundan faqat qum, sement chiqarib berib turiladi. Ha, tayyor. Ha, mishalkaga solib beradi. Ha, solib beradi. O'sha udobstvo qilib yengillik qilib qo'yganmiz aka. Xohlovchilarga bu variantini ham qilib Bu berasiz. variantda ham bor. Telefon qilishsa bo'ldi. Xohlagan variantida qilib berib, gaplashilaveradi aka. Yaxshi, reskani ham tushuntirib o'taylik. Oma eshitib bo'lasiz, kraskalangan. Mana kraskalangan. Aha, qurmagan hali. Hozir yaqinda kraska qildik. Aha. Buni vazifalarini tushuntiring. Nima ish qiladi bu? Buni tayyor bo'lgan mana shu qolipda kelib, liniyadan yurib keladi, relsda. Buni tagiga to'xtaydi qolip. To'xtagandan keyin bu bitta knopka bo'ladi aka. Uстановка qilinadi. Yarim tayyor ekan-da hali bu. Yo'q, montajlari hali bo'lmagan. Motorlar hali kecha keladi, qo'yib chiqaramiz buni. Bitta knopkani bosiladi. Vallar aylanib, kesishga tayyor bo'lib, g'ishtni kesib tushadi. 4 sekund, 2 sekund, 3 sekund, 5 sekund, sekundiga to'g'rilab qo'yasiz o'zingiz xohlagan sekundingizga. Kesib, to'xtab tushib, yana tepaga chiqib, qaytib shu holatda to'xtaydi. Bitta bosib qo'yib, boshqa siz qilaverasiz aka. O'zi kesaveradi. O'zi cho'tka qilib kesib, yana joyiga chiqib to'xtaydi aka. Mana shunaqa, u yengillik bo'lgan odamlarga. Endi aka, misol buni turib qoldi, aynib qoldi degan narsa bo'lmaydi mahsulotlarda. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi aka. Xo'p, xaridori qanaqa bo'ladi, aytaylik? Xaridor ketishi hozir xaridor borki, odamlar zakaz qilyapti aka. Ha, qurilish sezoni boshlanayapti. O'zbekistonda qurilish o'tgan safar aytdingiz-ku. Tug'ilishi bor, qurilish bo'ladiki, to'xtamaydi. Hozir mana ko'rayotgan bo'lsangiz, yangi qurilayotgan domlar ham monolitli qo'yib, suyagini betondan qo'yib ketyapti, oraga shu gazoblok urib ketishyapti aka. Domlar tortadi. Hozir odamlarga tez bitib qolsa bo'ldi-yu. To'g'ri. Qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi. Gazoblokdan oldin penoblokdan qurilardi uylar ham. Hozir penoblokka nisbatan gazoblok baribir sement bo'ladi aka, qumi bo'ladi. Mustahkamligi uchun nisbatan mustahkamligi uchun aka gazoblokka o'tib ketdi hamma. Yaxshi. Hozir mashinaga kelib qoldik, chiqaradigandik. Bu qayerga chiqaryapsizlar? Uni Toshkent viloyati qaysi tumaniga to'g'ri esimda yo'q. Toshkentga chiqaryapmiz. 20 ta qolib bu bo'lsa kerak yo hammasimi? Mana hamma yo'q. Ha, Toshkentga ketyapti. Bular zakazga tayyor bo'lganda hozir. Bo'lgandi bular. Gapi. 20 ta qolib, mishalka avtomatreskalar ketadi. Buni necha kunda tayyor qilib berdinglar? Zakaz berganiga qancha bo'ldi? 2 kun oldin gaplashdik. Kecha gaplashdik aka bilan. Aha. Narx kelishildi. Yo'q, bugun chiqib ketyapti aka. Zapasda qoliplarimiz bor edi. Yaxshi. Aziz kuzatuvchilar, mana ko'rib turganinglardek, bugun sizlarga uy sharoitida jaydari bizneslardan yana birini ko'rsatib o'tdik. Agar bu biznes sizga ma'qul keladigan bo'lsa, hech ikkilanmasdan akaga telefon qilsanglar, to'liq ma'lumotini aytib o'tadi va O'zbekiston bo'ylab qoliplarni yasab, jo'natib, ustanovka qilib berishadi akalar. Qanaqadir savol bo'lsa, akalar xizmatinglarda. Albatta, video siz uchun foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, xuddi shunaqa jaydari biznes qidirgan yaqiningizga videoni ulashib qo'yishni unutmanglar. Bu yerning manzilini aytadigan bo'lsak, Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani. Uchqo'rg'on tumani. Qo'g'ay qishlog'ida joylashgan. E'tiboringlar uchun katta rahmat. Doimo salomat bo'linglar.